Akalar, mana proyektni dumalog'ini boshlayapmiz. Sizlar bitta duo qilib qo'ysanglar, hammasini ko'zinglar oldida bitiramiz. Ukam o'zing tushuntir. Xo'p, G'ulomjon aka, ularning qizlari. G'ulomjon aka, agar xohlasangiz qizingizni chiroyli qilib o'zimiz remont qilib beramiz. Yaxshi bo'lardi, o'zi anchadan beri shuni xohlayotgandim. Akalar, bo'lmasam sizlar bitta yurakchani qizartirib turinglar, biz ishni boshladik. Akalar, qizimizni olib qo'yganimizga 13 kun bo'ldi. Rosa so'radinglar, hozir mutaxassis oldiga keldik. Darodina. Qaysi etapga keldik? Hozir ancha etaplardan o'tib qoldik, lekin ahvol chatoq. Uyga ketmasdan ishlayapmiz. Chiqib tursiz, davom ettirardim. Akalar, va nihoyat uzoq kutilgan kun yetib keldi. Hammadan ham menga okamlarning reaksiyasi juda ham qiziq bo'pti. Tayyormisiz? Tayyorman, lekin vobshe hayajonlanmayman, to'g'risi. Qani bo'lmasa burchagini eshitamiz. Jigar, nima deysiz? Ishimizdan xursandmisiz? Yoqdimi sizga? Xursandman. Akalar, xabaringlar bor. Bu proyektimizdan olib qo'ygan paytimizda ahvollar ancha achinarli holatda edi. Lekin ko'plab mutaxassislarimiz qizimiz uchun ishlar olib borishdi. Shulardan bittasi Odinaxon Tabiyevna. Bu qizg'uzani yuzlariga birinchi navbatda chiska qildik, lablariga 0.5 filler, keyin kipriklari narashka, 14, qoshlariga permanentni makiyaj, потом mana sochlari hech qayerda yo'q, sakson, narash, faqat bizda bor. Keyin xirurgический operatsiyalar ham tabiiylikni saqlagan holda. Biz tabiiylikni tarafdorimiz. Tabiiylik. Selam. Jonim, ketdim ovqatlangani? Ey, kuda ketasan. Sen уже mani o'rvenim emassan. Bilasanmi bu turishga necha pul kirib ketganini? Narodida meni olib tura qol. Malish. Nima o'zi otdi-yu? Akalar, mehr ko'zda dilxiralik bo'lmasin. Hali nasib bunaqa proyektlarni ko'pini birgalikda amalga oshiramiz. Kim qizini yoki dugonasini shunaqa tuyning qildirmoqchi bo'lsa, kommentariyaga belgilab ketinglar. Undan tashqari, yurakchani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin, akalar. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know,